Assalomu alaykum, Artur. Mani ustaxonamga xush kelibsizlar. Hozir men sizlarga bitta asarimni, jarayonni va tarixini tushuntirib bermoqchiman. Tak, bu yerda siz ko'rgan mana kartinaning nomi, endi предварительный nomi desa ham bo'ladi. Maneken Menini deyiladi, ya'ni Meninani manekeni, ya'ni nima uchun bu deb nomlanadi? Bu majoziy ma'noda. Ya'ni bu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Mana Qoraqalpoqskiy, mana bitta Saukeli bilan Ispaniyani o'sha milliy nimasi nima qilib uyg'unlangan holatdagi ko'rishimiz. Nima uchun bunaqa? Ya'ni insoniyat keladi, ketadi, lekin insoniyatning hissiyotlari, emotsiyalari, undagi hayotdagi eng yaxshi ko'rgan, eng aziz bo'lgan hissiyotlari o'zgarmaydi. Faqat shakli o'zgarishi mumkin. Qaysi davrga qat'iy nazar, qaysi davrda qat'iy bo'lishidan qat'iy nazar, tarixdami, bugundami, ertagadami, baribir yaxshi hissiyotlar, mehr-muhabbatlar o'zini ta'sirini saqlab qoladi degan bir g'oya yotadi.